Assalomu alaykum aziz do'stlar. Demak, bemorimizda qandli diabet 15 yildan beri qandli diabet bilan bemor oxirgi 3-4 yil davomida Lantus va insulin qabul qilishni boshlagan, lekin Lantus insulin olgan taqdirda ham safri 15 dan umuman tushmaydi. 15 dan bu ovqatdan oldingisi, ovqatdan keyingisi undan ham baland. Demak, hozir bizga kelib analiz topshirdi bemor Lantusni insulinni fonida safri 18, 19, 24 gacha ko'tarilib ketyapti. Demak, aziz do'stlar, yana bir bor aytaman. Lantus insulinni bo'yicha menda leksiya bo'ladi. Qisqacha men leksiya aytib beraman. Qaysi kasallarga bu можно preparat, qaysi kasallarga bu kerak emas bu preparat. Shuni yaxshilab bilib olinglar va kanalga obuna bo'linglar, podpiska bosinglar. Men bu leksiyani yaqin soatlar ichida, balkim bugun yoki ertaga qisqacha sizlarga chiroyli qilib o'qib beraman. O'zingizlar uchun bilib olasizlar. Sizga endokrinolog to'g'ri nazarchat qilganmi Lantusni yoki insulinni yo noto'g'rimi? Demak, buni yaxshi bilishingiz kerak.